Assalomu alaykum hurmatli Bunyodkor kanalimiz obunachilari. Xullas, usta kanalimiz davriga keldi. Xuddi ko'rib turganingizdek, bugun magazimizga katta partiyada yangi instrumentlar kelgan. Hozirlarga mana shu instrumentlar ko'rsatib o'tamiz. Xudo xohlaganda ertaga bular narx-navosini YouTube'ga qo'yishga harakat qilamiz. Bularning rasmlarini, narxlarini bilish uchun mana shu videoning tagida birinchi kommentariyaga Telegram kanalimizda silkasini qo'yamiz. Shunday bo'lsa, Telegramga o'tib obuna bo'lsangiz, eng yangi aksiyalar va yaxshi instrumentlarga ega bo'lasiz. Chunki biz kelgan tovarlarni Telegramga cho't qilib rasmlarni qo'yamiz, aksiyalar yozamiz. Gapni ko'paytirmas, sizlarga instrument ko'rsatamiz. Telegramga o'tib obuna bo'lishni unutmang. Mana xullas obunachilarimiz bugun lazerda ishlatib ko'rsatmaymiz, chunki lazerda ishlatish varianti bor. Xullas bu luchlar aylanadigan. Bu lazerdan biz avvaldan bor edi, tugab ketgan edi. Mana bugun yangi partiyada keldi. Mana shtativlar ichida keysida mana shunday keysi ham baqvat Ubaytuz firmasidan xuddi ko'rib turganlaringizda bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Shanba bozor kim kelsa qo'ldan kelgancha arzonlashtirib skidka qilib beramiz. Bemalol kelaverasizlar. Instrument olmasanglar bitta qo'lga qilamiz. Bemalol ichib damni olib keyin uyga ketaverasizlar. Mana keyin yana Warcraft firmasidan Balgakamiz kelgan. Bu Balgakani biz anchadan beri sotamiz. Biron aybi yo'q, вообще zo'r kачестводagi eng zo'r balgakalardan biri. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Xo'sh, buni narxi Telegramda bor. Hozir yodimdan chiqib ketdi. Keyin yana bitta zo'r yangilik sizlarga mana Ubaytuz firmasidan. Xo'sh, yangi udarni bo'lgan kompaktni variantdagi shurpayorimiz kelgan. Komplektida do'stlar perchatkasi bor. Keyin mana bunda 10 xil turdagi adashmasam, mana 5-10 xil turdagi bitalari bor o'zida. Shuni o'zini hisoblasa ham 1000 rubl bo'ladi. Zo'r baqvat bitalar. Keyin komplektda perchatkasi ham bor. Hozir sizlarga endi shurpayor ko'rsatamiz. Bu shurpayor bilan bemalol yong'oq chaqib bersa bo'ladi, mix qotirsa bo'ladi. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Keyin bu yerda ahamiyat beradigan joyi, xuddi ko'rib turganlaringizda zaryadniki ham o'zi ko'rinishidan вообще мощный, быстрая zaryadka. Hozirlarga ishlatib ko'rsatamiz. Bizning adresimiz Metro Tuychevskaya, Rossiya bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Mana hurmatli kanalimiz obunachilar, вообще мощный shurpayor, 3 xil rejimda. Tak, shurpayor, sverlo, udarni shurpayor. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Endi hozirlarga yana ko'rsatadigan bo'lsak, bu yerda yana Ubaytuz firmasining sertifikatlar kelgan 185lik hozirlarga ko'rsatib o'tamiz. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bular ham kачествоsi zo'r. Ichida komplektida diski bor. Mana bu temirib, to'g'ri kesish uchun hozirlarga ko'rsatamiz. Mana o'zining kачествоsi, ko'rinishi. Bularga ham rasmlarni xudo xohlagan bo'lsa Telegramga qo'yib qo'yamiz. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Keyin mana hozirlarga yana perforator 230lik varianti, tak, железный korpus. Bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Bular narxlari avvallari 7,5 mingdan sotardik, hozir 6,5 ming. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Ammo bu Warcraft balgakamiz narxi qancha edi? Xullas, bular ham 6000 edi, adashmasam. 6000, 5500 shuncha bo'ladi. 5500 ga kelib bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Keyin mana elektropilalarimiz Ubaytuz firmasidan kattaroq varianti, mana keyin kompakt varianti bulardan ham kelgan. Keyin mana yana bolgarkalar keldi, yangi instrumentlardan. Bu mana bu xullas hozirlarga bu nima uchun bu dumi uzun bolgarka hozirlarga mana knopkasi ko'ryapsizlar. Buni nimaga bu qiyinroq ishlar uchun buni ishlatsa bo'ladi. Keyin mana bu shturbarezlarni qo'yib bemalol buni bilan ishlash udobniroq. Shuning uchun bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Kачествоsi вообще zo'r. Keyin hozirlarga yana yangi kelgan, yangi kelmagan bo'lsa ham tugab ketayotgan shurpayorlarimiz. Mana patron 10lik, 20 voltlik shurpayor. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bular rasmlarni allaqachon narxlari bilan Telegramga qo'yganmiz. Mana keyin kompaktning обычный varianti, ikkita rejimda bularni ko'rgansizlar. Yana endi yangi balgakalarga keladigan bo'lsak, mana kompaktni variantdagi Ubaytuz firmasining balgakasi keldi. Yaqinroq oling. Kачествоsi просто gap yo'q. Mana tak knopkalari hozirlarga aytaman. 750 watt, 1100 watt. 1100 watt. Xullas bemalol kelib 125lik buni xarid qilishlaringiz mumkin. Opsionalarini xudo xohlagan bo'lsa Telegram kanalimizga qo'yamiz. Keyin shuni
Boshqacha turidan kelgan. Hozir bular yangi keldi bu instrumentlar. Bunda yangilik do'stlar. Buni knopkasi, ya'ni bu yerda yoqadigan knopkasi va bu orqa tarafga qo'yilgan. Shunday yoqasiz, shuni bilan qachon ishlatib bo'lganingizdan keyin yana shunday qilib o'chirib qo'yishingiz mumkin. Uni ushlab turish shart emas. Plus filtr. Plus do'stlar, buni filtri bor. Sizlarga mana bitib ko'rsataman, chiqarib, chang-pang to'lib qoladigan bo'lsa, olib tozalab, yana qo'yib ishlataverasizlar. Xullas, bemalol buni ham bizni magazindan zakaz qilishlaringiz mumkin. Narigi korobka. Nargisi-da, bunisi boshqasi. Xullas do'stlar, bolgarkalar turi ko'p, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Mana bunisi esa do'stlar, hozirlarga ko'rsatib o'taman. Bunisidan nima farqi bor? Buni knopkasi yuqorida. Buni ham kачествоsi просто zo'r. Ubaytools firmasidan 125 lik. Bemalol kelib, tak 950 watt. Tak bunisi 4000 dan 1200 обороты bemalol xarid qilishingiz mumkin. Xullas, kanalimiz obunachilari, mana yangi turdagi yana Ubaytools firmasidan navbatdagi bolgarkamiz. Tak bunisini regulirovkasi bor, diqqat qilasizlar, bemalol regulirovka xohlagan rejimga qo'yib ishlatishingiz mumkin. Bu tak 950 watt, 4000 dan 12000 оборотgacha 1 minutda chiqishi mumkin. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Keyin yana bittasi yodimizdan chiqibdi. Adashmasam mana shunisi edi. Bunisida ham regulirovkasi bo'lishi kerak. Mana do'stlar, bunisida ham regulirovkasi bor. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Endi navbatdagi instrumentimizga keladigan bo'lsak, avvaldan orqadagi instrumentlarni tushirib yuboramiz. Keyin Mabar firmasidan sirkularkalar kelgan akkumulyatorni qo'sh komplektatsiyasida disk bor, o'zining instruksiyasi, sumkasi bor. Bemalol shunga solib yurishlaringiz mumkin. Mana qo'sh ikkita akkumulyator 20 voltlik, keyin bitta bistray zaryadka ostlarga qo'yib ko'rsatishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilarimiz, mana bu yerda indikatorlar bor. Xullas, sizlarga qancha zaryadi borligini ko'rib ko'rishlaringiz mumkin. Garantiyasi 5 yil, Mabar firmasidan 125 diametrda. Xullas, bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Bularning komplektatsiyasini ko'rsatdik. Keyin yangi turdagi mana bunday perforatorlarimiz keldi. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Mana bu ham tak bu syomniy patron. Xullas do'stlar, keyin o'zining komplektdan nabor bitalari bor. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bularni ham Telegramga qo'yamiz. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Endi bular narxini qanday bilamiz desangizlar, xudo xohlagan bo'lsa, ertaga yangi video bo'ladi. Harakat qilamiz chiqarishga, va'da beramiz. Shu chiqarishga harakat qilib sizlarga narxlarni polni Telegramga qo'yamiz. Bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Bundan tashqari bizda barcha turdagi instrumentlar bor. Bularning rasmlari allaqachon Telegramga qo'yganmiz. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Keyin bizda ham magazinimizga har bitta narsa xarid qilgan insonga bittadan ruletkalarni sovg'aga qo'yganmiz, 5 metrlik. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Keyin yana yodimdan chiqishiga ozgina qoldi. Ubaytools firmasidan yangi ruchnoy plitkarezlarimiz kelgan. Bu lazeri bor, mana lazeri qizil luch, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Buni ham narxini xudo xohlagan bo'lsa ertaga chiqaramiz. Shuning bilan videomiz tamom.